Rustam aka, bu hayotda yashashingizdan eng katta maqsadingiz nima? Bu hayotdan kechirishda eng katta maqsadim o'zimdan yaxshi nom qoldirish, yaxshi farzandni qoldirish. Inson bu dunyoga faqat sinov uchun yaralgan, o'zidan yaxshi nom qoldirishga harakat qilishga. İnsondan yaxshilik qoladi. Qarang, mo'jiza ro'y berib oyoqlar ishlab ketganda birinchi qilgan ishingiz nima bo'ladi? İnsonni yaxshilik qilishga harakat qiladi. Qo'limdan kelgancha yordamni. Ayniqsa o'zimga o'xshagandan o'rganaman. Qarang, mo'jiza ro'y berib oyog'ingiz yurib ketganda birinchi nima ish qilgan bo'lardingiz? Onamga yordam bergan bo'lardim birinchi bo'lib. Ota-onamga qarshi. Chunki meni ota-onam shu darajaga yetkazib qo'ydi. Hech narsaga muhtoj qilmasdan. Hozirgacha meni birovdan kam joyim yo'q. Avvalambor ota-onam umri uzoq bo'lsin. Ota-ona rozi Mani baxtim ham, boyligim ham meni ota-onam. Mani eng katta orzuyim ota-onamni haj qilish. Umriga jo'natgan bo'lar. Mani eng katta orzuyim shu, ota-onamni haj qilish. Ko'rgunchasi sog' bo'lib ham bunaqa olib borolmayotganlar bor, niyat qila olmayotganlar bor. Ilohim oyoqlaringiz mo'jiza ro'y berib yurib ketsin, shu niyatlaringizga amalga oshing. Birgalikda amalga oshiramiz. Ilohim aytganingiz Ilohim kelsin. oyoqlaringiz yurib ketsin aka, sog'ayib keting aka.